O'zim musofir yurtdaman. Ota-onamni Umra safariga jo'natmoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travel'da ofisda mehmondamiz. Abdug'affor akani oldilariga yetib kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Videomizni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, bizni obunachilar musofir yurtdan kuzatayotganlar bor aka. Qanday qilib to'lovlar amalga oshiramiz? O'zi narxlari qanaqa bo'lyapti? 14 kunlik Umra safari ichiga nimalar kiradi degan obunachilarimizga aka bitta to'liq qilib ma'lumotlarni bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlaridan boshlaymiz bo'lmasam, Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi reyslarimiz kunlari 20-avgust kuni bor va 27-avgust kuni bor. Uni narxini $975 qilib beramiz. Farg'onadan yaqin kunlarda bormi deydigan obunachilarimiz uchun Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz 15-avgust kuni bor. Uni ham narxini $975 qilib beramiz. Zo'r. Xo'p, Namangan Madina reysi bo'yicha sentyabr oyida qo'yilgan reyslarimiz kunlari Namangan Madinaniki 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr, 24-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $975 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, Toshkent yo'nalishi bo'yicha boraman deydigan obunachilarimiz uchun Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha avgust oyidagi kunlari 15-avgust, 16, 22, 23, 28, 29 avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha sentyabr oyida qo'yilgan reyslarimiz kunlari 4-sentyabr, 5-sentyabr, 6, 7, 8, 11, 12-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan Toshkentdan. Buni ham narxini $960 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilib, xo'p, men musofirdaman, onlayn qanaqa qilib joyimni bron qilaman deydigan obunachilarimiz uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Zagram pasportlarini tashlab bersalaring, bemalol joylarni bron qilib qo'yamiz, rasmiy hisob raqamlar beramiz. Jindekkina o'shanga zakolat tashlab qo'yasizlar. Bo'ldi, qolganini aeroportda hisob-kitob qilinaveradi, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r. Endi aka sharoitlarimiz qanaqa bo'ladi borishgandan keyin? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha tushadi gastitsalar. Xo'p. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gastitsalarimiz joylashuvi 4 kishilik yoki 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Yulduzlari 4 yulduzli bo'ladi gastitsalarimiz. Xo'p, undan tashqari o'sha aytganimizdek Makka Mukarramada avtobus xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Endi masalan yosh oilalar bormoqchi bo'ladi, masalan er-xotin, ularga отдельно 2 kishilik xonalarni ham qilib beramiz, xudo xolasa. Buni jindekkina to'lovi bo'ladi, telefon qilganlaringda tushuntirib beraveramiz. Alohida qilib ma'lumot 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga $200 rasxoti bor. Kichkina bolalarga 2 yoshgacha 2 yoshga to'lmagan. To'lmagan. Uni ag'iga o'sha katta bolalar qanday bo'ladigan bo'lsa, o'shanaqa to'lov. Sharoit ham xuddi shunaqa bo'ladi. Sharoit ham xuddi shunaqa bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaring joylaringni bron qilishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp hamma narsa ishlayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.